Tvorogdan siz hali ham nima qilishni bilmayapsizmi? Bu videoni o'tkazib yuborishga aslo shoshilmang. Qordek oppoq chiqadigan, mayingina, issiqqina kofeli bilan zo'r ketadigan, nejniy shirinligini tayyorlaymiz. Pirojnimiz biskvitiga turetskiy biskvitni tanlab oldik. Agar sizda planetarniy mikser bo'lmasa, qo'l mikseridan foydalansangiz ham bemalol bo'ladi. Biskvit grammajlarini video tagida to'liq yozib qoldiraman. Nachinkaga o'tamiz. Juda ham mazali bo'lgan Pure Milky mahsulotlardan foydalanamiz. Rossiyada ishlab chiqarilayotgan sladkaya korovka oq molokosidan foydalanib nachinkamizni tayyorlab olamiz. Nachinka tayyorlash jarayoni ikki qismga bo'linadi. Tvorogli massa alohida tayyorlanadi, oq qaymoqli massa alohida. So'ngra ikkalasini bitta qilib jelatinli massadan solib, nachinkamizni tayyorlab olamiz. Tvorogli massani ustiga malina, banandan foydalanib bezatib olishingiz mumkin. Ana endi ustiga oq qaymoq hamda sladkaya korovkadan foydalanib, yana bir bora krem qilamiz. Ikkitagina mahsulotdan tayyorlangan kremimiz quyuqqina oppoq va juda ham mazali tarzda tayyor bo'ladi. Pirojniy usti va yo'llarini kremlab chiqib, ustiga oq shokolad qirindisidan sepamiz. Ustilarini yasatish xohishga ko'ra bo'ladi. Retsept aniq, tayyorlanishi ham aniq. Ana endi bir bora bu shirinligimizni tayyorlab, o'z yaqinlaringizni xursand qiling.